Shunaqa nasihat qilingki, shunday gap aytingki, men qaytib bolamni urmay degan bugun bir ajib SMS oldimda. Endi hozirgi gaplarim menimcha javob bo'ladi. Bugun bir obunachim iltimos bilan chiqdilar. Bir necha kun oldin yozgandilar va bugun ham jiyanlariga yordam kerak ekan. Tug'ilganidan beri juda ko'p operatsiya, dardlarni boshdan o'tkazgan, har doim kasalxonadan kasalxonaga ulanib yurgan bolakay va 5 yoshda yordam kerak ekan. Hamda iltimos qildilar, lekin men o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak dedim, chunki obunachilarim meni har bir so'zimga ishonishadimi, demak ishonchli bo'lish kerak deb o'zim bordim syomka qilgani. Undan chiqdim ham, lekin haligacha ruhimdagi og'riq ketmadi. Bilasizmi, onani bir gapi yuragimda larzaga soldida. Ona aytayaptiki, ehtimol haqiqatda davo bo'lmas farzandimga. Lekin men umidimni uzgim kelmaydi, chunki bir kun kelib shuni qilmagandim-a deb afsus qilishni xohlamayman. Tug'ilgandan beri doktor, lekin farzandimdan voz kechmadim. Kecha olmayman dedi. Va menimcha hech qaysi ona o'zini farzandidan voz kecha olmaydi. Nima demoqchiman? Farzandingizga o'shqirayotgan, kichik xarxashalariga jazavaga tushib, bolani urishga shaylangan yoki yana umuman bolangizni cheklovlar bilan tarbiyalayotgan vaqtingiz mana shu gaplarimni bir eslang. Alloh shunday sinov bilan sinaganda nima qilardik?